Tazkira bor, bilasizmi? Nuh to'fonidan keyin dunyoni bosgan suvlar tarqalib ketgandan so'ng Nuh alayhissalomning kemasi qirg'oqqa chiqadi. Kemaga ziyon yetgandi. Nuh alayhissalomga iymon keltirganlardan biri so'rabdi: "Bu teshikni kim yopadi?" Ilon "Men" debdi. Lekin bitta shartim bor. Odam farzandini qo'limga topshirasiz. Xohlagan paytimda qonini so'raman. Nuh alayhissalomga iymon keltirgan odam bu taklifni qabul qilibdi. Biroq teshik yopilib xavf ortda qolganda ilonni qo'lga oldiribdi. Yoqibdi va kulini ko'kka sovuribdi. Shu kunlardan qon so'ruvchilar tug'ilgan. İnsonlarning qonini dunyo tugaguncha asta-sekin oz-ozdan so'rib boradilar. Mana podsho. Bular o'sha